Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalaringga alangali salom. Do'stlar, mana hozirgi kunda bugun qishlog'imizga mana asfalt kelish kerak edi. 1-4 kun oldin mahalladan hamma chiqib hashar yo'lda mana yo'llarda asfaltda, ya'ni ko'chgan joylarini qazib montaj ishlarini olib borganmiz. Ya'ni bugunga asfalt kelish kerak bo'lgan. Qariyb 12 tonna. Mana shu yo'llarimizda ko'chgan asfaltlarni yamash maqsadida do'stlar. Havo darajasi +1-2 daraja. Ko'rib turganingizdek do'stlar. Mana shu o'zimizning katta yo'limiz bo'ladi. Endi qishlog'imizniki, ya'ni ko'rib turganingizdek mana bunday chuqurlikda yamalar hosil bo'lib ketgan. Yaqinda mana o'sha perforator bilan qazib, har xil uskunalar bilan qazib, ya'ni ichini tozalab qo'yilgan. Bugun mum keladi, saqich keladi deb bitta Telegram kanalimizda mahalla guruhlariga tashlab qo'yishgan ekan. Mahalla faollari, xudo xolasa bugun asfaltlash ishlarini olib boramiz nasib bo'lsa do'stlar. Ko'rib turganingizdek yo'lning barcha tomonlarida